Assalomu alaykum. Mana biz hozir Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanidamiz. Xo'jayev akamiz sahr kasalligini asoratlaridan qanday qilib 3 kunda qutulgani haqida gapirib berishmoqchi. Videoni oxirigacha ko'ring va siz ham o'rganib oling. Dostonbek, men bir 21-yili sanatoriyaga borgandim. Sanatoriyada diagnozim shunday sahr, lekin ahvolim bir yaxshi emas edi-da, shuning uchun ham sanatoriyaga borganman. Menda o'ylamasdim, oldin bizda naslimizda yo'q edi bu sahr degani. Sanatoriyaga borganda aniqlandi, sahrim 12 ekan. Oyoqlarim nimaga ko'proq og'rib qoldi degan bir keyin shu yerda vrachga ko'rindim sanatoriya paytida, endokrinologga. Davolanmasangiz bo'lmaydi. O'zi ahvolim ham yaxshi emas edi. Bilmasdim-da lekin sahr bo'lganimni. Lekin davleniya yurak bo'yicha davolanib yurardim har safar. Keyin maslahati bilan vrachning 3 yilcha dori bilan yurdim. Qanaqa dorilar ichdingiz? Siafor. Siafor bor edi ichida. Keyin 1 yildan keyin Amaril tavsiya qildilar, uning bilan yurdim. Keyinchalik o'sha Amaril ham ta'sir qilmay, oyoqlarimda shunday qattiq og'riqlar paydo bo'ldi. Hozir ham masalan Beruniy tumani obodonlashtirish boshqarmasida bo'lim brigadiri bo'lib ishlayman-da. Ishga yaramay boshladim. Oyoqlarim shunday yurma deb nima qiladigan bo'ldi. Uyushib qolib. Uyushib qoladi. Kechasi men uxlolmay chiqaman, ertalabgacha ishga yaramay qolib edim. Keyin больницада yotib chiqdim. Sahr больницасында. 24-yili yanvar-fevrallar oylari. Siz zamon holsizliklar ham bo'lardi. Keyin u yerda yaxshiroq bo'lib chiqdim. Keyin chiqqandan keyin ishga yana borib boshladim. Bir 10 kun o'tgandan keyin yana oyoq og'riqlar kuchayib boshladi. Ishga borish to'g'ri kelmay qoldi ishqilib. Keyin bir o'ylandimda, sizning mana nimasini ko'p odamlar nimada ko'rdim. Stop diabet. Stop diabet nimasini. Bir 2-3 oylarcha yurdim. Olsammikan, olmasammikan deb O'ylanib. Foydasi bormikin, yo'qmikin deb. Endi lekin og'riq kuchaygan sayin majbur bo'ladi ekansiz har narsani ko'rib chiqishga, har narsadan foydalanishga. Keyin sizning nimadan buyurtma berdim. Birinchi reklamani qayerda ko'rdingiz? Shu YouTube'da ko'rdim. YouTube'da ko'rib, unda ham ko'rib 1 oy, 2 oy kuzatib yurdim onasini. Qarasam, bizlardan katta yoshdagi odamlar ham ichib gapiryapti, nahotki ular yolg'on so'ylaydi degan o'y paydo bo'ldi-da. Lekin katta odamlar bari. Ana bir ishonib ichib ko'raylik deb buyurtma berdim, keldi 2 kun deganda. Ichib boshladim. Vrach sizga tushuntirdimi qanday ichishni? Tushuntirdi. Bu narsani qabul qilib olgandan keyin ichib boshladim. 3 kun degan vaqtimda o'sha meni oyoqlarim og'rig'i to'xtadi. 3 kunda. Uyqularim yaxshilashib boshladi. Uyqu qanaqa edi oldin? Uyqu yaxshi emas edi. Peshobga chiqish, masalan 11 da yotardim. Hozir ham shunday 11 da yotaman. 1 ga deyim uxlab bo'lmasdi-da. Keyin shamollab kelaman kechasini. Keyin uxlagandan keyin yana turib peshobga chiqib qaytaman. Chiqilib shular yo'qoldi. Hozir yotadigan paytima kelib bir peshobga chiqsam, o'sha ertalabgacha turguncha bemalol yotaman. Bemalol uxlaysiz. Bemalol uxlayman. Eng qiziqarlisi mana nima bo'ldi? Menda asab yomon. Ishimda da masalan hukumat ishida ishlab yurgan odam hammasi ham Yig'ilishda bo'ladi. Ishda bo'lasiz, odam ishlatasiz, ko'chada yurimiz, tozalik nima qilamiz? Asab barib bo'ladi. Ish jarayonida uyga kelsangiz uydagi jarayonda bo'ladi, asab tibida bo'ladi. Shu asablarim ancha bosilib qoldi. Oldin arzimagan narsaga ham asabiylasharmidingiz? Arzimagan narsaga uyda uyga urush qilib berardim. Ayolimga da so'kib qo'yaman. Keyin izidan o'ylanaman, nimaga so'kdim deb. Bolalarga shunday azob berib qo'yasiz. Birinchi eng rahmat aytacağım mana shu asab tizimi sal yaxshilandi. Sal emas, endi hadavr yaxshi bo'lib qoldim. Men hozirga kelib nima mana 3-korobkani olyapman. Oldim mana keldi. Bu yoqda korobkalarni ko'ryapsiz o'zi.
nimalari bilan berdi, yani bayram sovg'alari bilan gulkonat berdi. O'lchaydiganlar. Ha, o'lchaydigan. O'tgan safari yani massaj qiladigan berdi. O'zim ancha yaxshi his qilyapman. Sahringiz oldin necha edi, hozirgi kunda Oldin- necha? Men 12 dan yuqoriga hech vaqt ko'targan emasman. Iloji boricha harakat qilganman. Qanday yo'l bo'lsam pishirish. Lekin sal qo'yib yuborsangiz, haligi bari ximikat edi-ku, dorilarimiz. Hozirgi paytda faqat bir ichida bir amarel ichib turaman-da bo'lgani. 6,5 7 dan o'tmay turibdi hozirlar. Yaxshi. Nima deydi? Buni ichganli, to'g'risini aytsam Dostonbek, 2 yil, 3 yil keyinga qaytganday bo'ldim. Yasharganday bo'ldim. Ishqilib, immunitetlarim ko'tarilganday bo'ldi. Ishqilib, yaxshi tarafi ko'p. Rahmat sizlarga. Ko'pchilik odamlarga qo'shilgisi kelmay qoladi. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Kasallik payti. Endi unda ham bo'lib turardi, ha. Yotgisi keldi, faqat uyda Ha, yotgisi shu. keldi. Shovqini yoqmay qoladi. To'ylarga borsangiz muzika yoqmay qoladi. Hozir men mashinada da muzika eshitib ketaman, lekin baland ovozda eshitaman. Oldingi yosh paytlar yonimda o'rtoqlarim minib qolsa, "Ey, pasaytir buni" deydi-da. Menga Yoqaveradi. yoqadan bo'ldi-da yana. Sizga to'g'risini aytsam, aytaman, bir 3 yil, 4 yilga bir yasharganday bo'ldim, bilmadim lekin. Sizda ko'z xiralashish ham bo'lganmi oldin? Ko'z xiralashish, mana telefonda ko'p o'tiramizmi, televizorda ko'p o'tirib qolamizmi? Ish boshlanmaydi. O'zi bitta ko'zim yaxshi emas menda-da. O'zi bitta ko'z bilan bitta ko'zim yaxshi emas, chap ko'zim yaxshi. Xiralash bor edi. Hamma narsa bir tekslashganday bo'ldi. Ha, immunitetlarim ko'tarilib, bir o'zimcha bir sport bilan ham bir shug'ullanib boshlasammi degan fikr paydo bo'ldi-da. Jismoniy harakatingiz qanaqa kunlik? Kunduzi jismoniy harakatdaman. Sababi ishga boraman. Qo'limda bir 88 odam ishlaydi masalan. Ularni joy-joyiga qo'yaman, bu ko'chaga solib, shularni nazorat qilib, hech to'xtamayman. Lekin kechqurunlari u yoqqa chiqavermayman. Dieta qilyapsizmi? Dieta oldinlari qilib yuruvdim. Hozir endi nima deydi bir parhezdan saqlamay qo'ydim, ne to'g'risini aytsam. Stop diyet bor-u, deba. Mana qovun keladi, qovun ham yeb qo'yaveraman, uzumni ham yeyveraman. Lekin men agar shu narsalarni yana yo'lga qo'yib olsam, men o'ylayman bir 5 ga tushib qolsa kerak deb o'ylayman. Parhezni shu ancha buzib yubordim lekin. Buni tan olaman. Tez-tez to'yga borib qolamiz, tez-tez tug'ilgan kunlarga borib qolasiz. U yeysiz, bu yeysiz, men sahrman deb ulardan olib kelganini yemay qo'ymaysiz, ko'zingiz nima qizadi deganday ishqilib ko'p narsa yeb qo'yapman. Agar parhez saqlasam, saqlab ko'raman lekin 5 ga tushib qolsa deb o'ylab yuribman, 5 ga tushib qolsa kerak. Misol hozir 6-7 atrofidami sahar? Ha, 6-7. Lekin asoratlari yo'q, to'g'rimi? Asoratlari nima deydi? Unchalik sezmayapman-da oldingiday asoratlarni. Endi oyoq og'rig'i baribir bizlar endi 64 yoshga qaradik. Yoshga qarasa kerak u narsada. Faqat sahar emas. Ha. Sog'lom odamlarda ham oyog'i og'riydi-da hozir. Shuni aytyapman-da, lekin qishning boshida mana bansaga bir yotib chiqdim, buni ichmasdan burun lekin ishdan bo'shamoqchi edim. Sababi yaramay qoldim. Yurishga, oyoqlarim yurishga, madori hozir Xudoga shukr sakrab yurayman. Ko'plari o'ylaydi, chaqqan odamsiz deydi. Somdeli men chaqqan emasman, lekin menga quvvat berdi bu narsalar. Buni nima haqida gap ketyapti degan savolga ko'rsatib qo'yaylik buni nimaligini. Mana bu yerda stop diabet dorisi, 100% tabiiy bo'ladi. Buni ichida nimalar bor, hozir ko'rsatamiz. Men o'zim ko'p xomman mana, ha. Ochib ko'rsatamiz, pechatlangan bo'ladi. Ha. Ochamiz. Burada mana.
shunaqa holatda bo'ladi. To'g'ri. Mana ichida nimalar borligi va boshqasi. To'g'ri. Mana bu yerda fito choyi bo'ladi. Ha. 3 korobkada 1 oyga 3 oyga yetadi. Va 3 oyga yetadigan tabletkasi bo'ladi stop diabet To'g'ri. va 3 oyga yetadigan qora sedana yog'i bo'ladi. To'g'ri. Bu qora sedana yog'i bemorlarda ich qotish bo'ladi-yu. Ha. Aynan shu ich qotish qabziyatni yo'qotishga yordam beradi. Buni tarkibida 5 xil yog' bor. Al menda shunday bo'lib yubordim gapingizda ich qotishdim yomon edi oldinlari. Masalan, ertalab o'tiraversam 2-3 kunlab yurishga to'g'ri kelardi-da. Hozir kunda belgilangan vaqtida normada shunisi ham zo'r bo'ldi. Shunday. Buni tarkibida o'zi 5 xil yog' borda. Qovoq yog'i, zaytun yog'i, zig'ir yog'i, rastorovsha va qora sedana yog'i. Bu ichak tizimida shlak toksindan tozalab, qabziyatni, ich qotishni yo'qotadi va bemorda yeb ichgan vitaminlarni ichak orqali to'liq so'rilishini ta'minlab beradi. Stop diabet tabletkasini tarkibida ham 35 xil tabiiy giyoh bor. Tuya suti ekstrakti, sachratqi, topinamol, shunga o'xshagan giyohlardan tashkil topgan. Bu qondagi qand miqdorini normaga keltirishga yordam beradi. Fitochoy tarkibida 16 xil giyoh bo'lib, bu davleniyani normaga keltirishga, odamning quvvatga kirishiga yordam beradi va bu bitta kompleks bo'lib, bitta bemorga 3 oy muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Buni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul, uygacha yetkazib beriladi va yetkazib berilgandan keyin vrach biriktirib beriladi. Vrach qachon ichish kerak, qanday ichish kerak, hammasini tushuntirib, agar ximikat dorilar ichayotgan bo'lsa, hozir o'zi har 15 kunda, 20 kunda, 10 kundadir vrach telefon qilib bog'lanib turadi. Oldingi holati bilan keyingi holatini solishtirib, u ximikat dorilarini, dozalarini sekin-sekin tushirib, ulardan chiqarishi mumkin. Lekin buni ichishni boshlashi bilanoq birdaniga chiqib ketmaydi hech kim. To'g'ri. Insulindan chiqib ketayotganlar bor, sekin-sekin dozasini kamaytirib. Stop diabet haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lganlarga mana 55 kodi bilan 503 05 05 raqamiga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Qirg'izistonlik, Tojikistonlik, Qozog'istonliklar pastda WhatsApp nomer ham qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib gaplashsa bo'ladi. Telegram gruppamizda bormisiz? Borman, lekin qanday qilib u gruppamiz ham bor. Telegramda 30 mingga yaqin odam bor. WhatsAppda gruppamiz bor. U yerda ham 2 mingga. Shular bilan hech guruh qila olmayapman-da. Qanday qilib, nima Xudo xolasa qo'shamiz. Shu videoni kommentariyasiga ham WhatsApp gruppamizni linkini qo'yib qo'yamiz. Ustiga bosib qo'shilsa bo'ladi odamlar. Men choyini bilan postoyanni 1 litrlik termosga damlayman. Yonimda yuradi. Ishga borsam ham kuni bilan mashinada turadi. Chanqagan vaqtda boshqasi o'chavermayman. Hozir shuni yaxshi ko'rib qolganman. Ichsangiz ham ta'mi ham yaxshi. Yana bir ichgandan keyin sirazi bir boshim tinchig'anday bo'ladi. Al yana bir xususiyatini yaxshi ko'rdim buning. Oldinlari davleniya, постоянно davleniya bor edi. Menda уже 50 yoshimdan, hozir endi 14 yil bo'ladi davleniya bo'lganim. Her 2 oy, 1 oydan uyima skoriy chaqirardim. İşten qaytishda. Уже 180-200 bo'lib ketadi. Skoriy kelib magneziy u bu qilib birinchi yordamini ko'rsatib ketardi. Al buni ichishni boshlagandan beri hech men sizlarga maqtanib ham aytayotganim yo'q, u boshimdan kechirganimni aytayotiraman. Skoriy chaqirib ko'rmadim uyima. Davleniya normada. Davleniya anda sonda chiqib turishi mumkin. Menda lekin постоянно davleniyada yurardim-da. Hozir sinni stress baribir bo'lib qoladi liboy odamda. Bo'lmaydi degan odam iloji yo'q uni. Bo'lib qoladi ekan baribir. Shuning hisobidan mana shu berib turgan doringizdan o'xshaydi deb o'ylayman. Albatta, bu qonni ham suyultiradi-da. Hech davleniyadan bezovta bo'lmayapman. Davleniyaga dori ichmayapsizmi qo'shimcha? Pashta ichmayapman bir. Onda sonda bir enapril ichaman xolos, onda sonda. Bir bisoprolol ichib turaman. Tek doimiy ichmaysiz-da, to'g'rimi? Yo'q, doimiy yo'q. Aytaman, skoriy chaqirishlarim ham umuman to'xtadi. Sizdan o'zim buni mart oyida olgan bo'lsam, shundan beri men skoriy uyima chaqirib, ulardan bezovta qilib ko'rmadim. Bu stop diabetga olishga ikkilanayotganlarga nima deysiz endi? Olsammikin, olmasammikin? Men ukamlar ham bir kasallandi-da, hozir больницада kardiologический. Ularga da maslahat berdim-da, hali ular sahar emas u. Balkim ichib ko'r, uning davleniyasi bor-da. Davleniyaga da foydasi bor ekan.
Endi ishonmayotganlarga nima deymiz? Siz o'ylanib olibsiz, ular uchun ham 2 oy. Ha. Lekin mening o'zim yaxshiman. Yoshim 64 ta, masalan, 64 ga qaradim, 60 to'ldirdim. Masalan, yomon bo'lganda men yana oldirmas edim. Shuda. Bir 3 oylik ishdim, ikkinchi 3 oylik ishdim, mana 3-chi 3 oylik kecha keldi. Sotib oldingiz. Mana televizorning yonida paketlari bilan. Ta'sir qilmaganda sota olmasdingiz-da. Ta'sir qilmaganda nima qilaman buni? O'zimni oilaga zarar keltirib, Shuda. nega zarar keltirib nima qilaman? Ta'sir qilgani uchun sota olgansiz. Avvalambor yurtimizga nima tilayman? Hech kim kasal bo'lmasin. Kasali borlar Shifo topsin. davolansin, shuni tavsiya qilaman o'zimni, lishni o'zim. Men ko'p o'rtoqlarim uchragan yerda da aytib yuribman. Mendan so'raydi bari, sahar kasaling bor. Bir ikki odamga yordam berdim. Mana shu o'zimizning tumanda bor. Даже Quvasoyda bir o'rtog'im bor. Shuna da oldirdim shuni. Oho. Quvasoyda turadi. Farg'onada. Ha, Farg'onada. Sen ham ichib ko'r deganman-da. Lekin yaxshi. Men o'zim ichib yuribman. Dalshi ichaman hali, xudo xolasa. Odam bir ne deydi? Inson faqat bir doktorga ishonib emas, o'zingizga da ishonishingiz kerak. O'zingiz doktordan ham bilgir bo'lsangiz, g'ana shifo topib yurib bilasiz. Albatta. İzlanish kerak. Albatta. Faqat izlanish kerak. Qanday kasal bo'lishdan qat'iy nazar yashash uchun izlanasan. Men shundan foyda topganimni bemalol ojizodirman. Yurtimizga tinchlik totuv tilayman. Hech kim kasal bo'lmasin. Avvalambor.